Assalomu alaykum, taksi chaqiruvdilaringmi? Naki, Ish qildik o'zimda. Assalomu alaykum. bo'yi jicha pastroq akala. Bo'yli o'mdala kalta ekansan, uka. Menga aytsa paslika olib beradi. Bo'ldi shefim, hozir. Vodiyga paslika bor. Olib ketamiz. Paslika 4 ta qurtoq bilan 2 ta patir emas. 200 ming dollar pul. Vaqtida yetib bormasa, qaynab tashlayman. Akalar ishini o'ringlar. Ko'zimni qora chiqidek asrab olib boraman. Ukajonim bunaqa pulni ko'rgandan keyin tomog'ing qurib qoladi-da. Mana yo'lda raya suvlarini ichib ket, o'zimiz Andijonda ishlab chiqariladi. Zamzam suvi qo'shilgan. Xo'p bo'ladi. 200 ming dollar ha? Hamma joyimdan ter chiqib ketyapti-yu. Bitta zo'r ideya bor. Voydot! 50 mingga bitta cho'tki marka olaman. 100 mingga uy olaman. Yana 50 mingga mazza kayf qilib yashayman. Buni yahvoraman. Alvido 10 minglik Gentra. Assalomu alaykum 200 ming dollar. Mashinam yonyapti. 200 ming dollar. Alo aka. Palakat ekanda yo'lda mashinam yonib ketdi. İçinde sizi pullaringiz ham yonib ketdi jon aka. Uka, kenayzam pulni paketini beraman deb musor paket berib yuboribdi. Hamdardlik tilayman. Ana uni mashinasi yonib ketibdi. Yo'q! Voy, tars qo'm po'chog'i bor ekan, mollarimga beraman. Voy, mayda qog'oz ham bor ekan. Makulaturaga topshiraman buni. Ye, kapsga bor ekan. O'zimning razmerim ekan, mazza kiyib yuraman.